Yadroviy bomba ko'pchilikning ongida aniq bir ta'rifga ega emas. Bir tomondan halokatning sinonimi bo'lsa, ikkinchi tarafdan ko'pchilik Hirosimani misol qilib keltiradi. Agarda dunyoda yadroviy urush boshlansa, bunda g'oliblar bo'lmaydi va bundan hech kim naf olmaydi. Chunki hayot uchun kerakli bo'lgan yetarli darajada unsurlarga ziyon yetadi. 1995-yil 11-may kuni 170 dan ortiq davlatlar hech qachon qo'shimcha sharhlarsiz yadroviy qurol ishlatmaslikka kelishib oldilar. Ammo hozirgi vaziyat go'yo buni o'zgartiradi. Yer kurrasini xonavayron qilib yuborishi mumkin bo'lgan davlatlar atigi ikkita. Sezganingizdek Rossiya va Amerika. Ikkala davlat kallaklari bilan urush boshlasa, bu Yaponiyaga tashlangandek ikkita bomba bilan tugamasligi aniq. Qizishganda har ikkala davlat ham kamida 200 dan ortiq raketalarni bir vaqtning o'zida uchiradi va bu milliardlab odamlarni hayotdan olib ketadi. Bu qirg'inbarot faqat Rossiya va Amerikani vayron qiladi deb o'ylashga shoshilmang. To'g'ri, hech qachon O'zbekistonga atom bombasi kelib tushmaydi, lekin bomba tushgan joylarning o'zi yetarli. Agarda sayyoradagi barcha yadroviy qurollar bir vaqtning o'zida portlatilsa, nima bo'ladi? O'sha vaqtda biz nima qilishimiz kerak va yerning va insoniyatning taqdiri nima bo'ladi? Allohu a'lam. Qiyomatni qo'yin qiladigan zot bo'l desagina bo'ladi. Bularning barchasini ilmiy tushunchada taxmin qilib shu yerda va hoziroq bilib olamiz. Ekranga yaxshilab joylashib olinglar. Qarshingizda Kamina Jasur Turunsayev. Yer yuzida juda ko'plab bombalar bor, lekin ularning eng ko'pi sanoqli davlatlarda. Sayyoramizda 17300 ta yadroviy bomba bor. Rossiya eng katta zaxiraga ega, u yerda 8500 ta yadro quroli bor. AQSh esa 7700 ta son bilan biroz orqada. Qolgan davlatlar esa faqat qoldiqlar bilan o'zlarini xursand qilishlari mumkin. Fransiyada 300 ta, Xitoyda 250 ta, Buyuk Britaniyada 225 ta, Hindistonda 110 ta, Pokistonda 120 ta, Isroilda 80 ta, Koreyada 10 ta yadroviy kallaklar bor. Jami 9 ta mamlakatlarda yadro quroli bor va ularning 94% Rossiya va Amerikada, qolgan 6% boshqa mamlakatlarga taqsimlangan. Shoh bombaning kuchini his qilish uchun biroz orqaga 1945-yilga qaytishimiz kerak. Shoh bombasi Hirosimaga tashlangan bombadan 6000 barobar kuchliroq. 1945-yil 6-avgust kuni Hirosimada kamida 70 000 inson nobud bo'lgan. Oradan 2 kun o'tgach Nagasakiga yana bitta bomba tashlandi va u keltirgan qirg'in Hirosimadan sal kamroq. Bomba tashlangandan keyingi kunlar, haftalar va oylarda radiatsiyadan zaharlanish oqibatida 100 minglab insonlar hayotdan ko'z yumgan. O'sha paytda Hirosima shahrining aholisi 245 ming bo'lgan. Atom bombasi qoldirgan radiatsiya oqibatida qurbonlar soni 140 ming insonni tashkil etgan. Ba'zi manbalarda qurbonlar soni 200 mingga yetgani aytilgan. Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan shoh bomba tutunining balandligi 67 kilometrga ko'tariladi. Hatto bu stratosferaga ham yetib boradi. Bu kosmos degani. Ya'ni bu kosmonavtlarga ham seziladi. Bombalarning ta'sir kuchini bilish uchun Google ga kiramiz va Newcap degan saytga kiramiz. Ana endi saytga kirgandan keyin birinchi o'rinda tilni tanlaymiz. Qayerda turgan bo'lsa, o'shani tanlaymiz. Например, o'zim turgan joy. Bu yerga kiradigan bo'lsa, bombalar pastga qarab kuchayib ketaveradi. Mana bu Hirosimaga tashlangan bomba, pastroqdagi esa Nagasakiga tashlangan bomba, undan sal kuchliroq. Hirosimani tanlaymiz va vot mana Hirosimaga tashlangan bomba agarda Farg'onaga tashlansa, mana shunchalik joyni bir zarbada egallashi mumkin ekan. Ya'ni atrofi bunaqasiga, ya'ni bu yerda Zakanalgacha bormas ekan. Farg'onaliklar biladi, bu yer Zakanal. Mana shu qobiq ichida tirik jon borki, bir zarbada halok bo'ladi. Mana Nagasakiga tashlangan bombani ta'sir kuchi mana shunday bo'ladi. Bir kunning ichida. Undan keyin sekingina radiatsiya kuchi tarqalib, boshqa joylarga ham zarar yetkazishni boshlaydi. Ana endi yer yuzidagi eng kuchli bombani ta'sir kuchini ko'rib chiqamiz. Demak, bu Rossiyada shoh bombasi.
Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda ketyapti Farg'ona, Qo'qon, Namangan, Andijon, O'sh. Ana endi bomba tashlangandan keyin qanaqa reaksiyaga kirishini ko'rib chiqamiz. Bomba yer yuzasiga tegdi, aloqa portlash uskunasi ishga tushadi va darhol yadro reaksiyasi boshlanadi. Reaksiya tugab bomba zarralari uchishni boshlaydi. 2 metr radiusdagi episentrda harorat 10 million darajaga yetadi. Solishtirish uchun quyosh yuzasidagi harorat 5800 daraja. Juda qaynoq harorat 2 metr radiusdagi barcha, hattoki metallarni bug'ga aylantiradi. 34 metr radiusda olovli yarim shar hosil bo'ladi. Harorat 2 million darajaga tushadi. 34 metr radiusdagi odamlar bir lahzada bug'lanib ketadi. Ular hatto nima bo'lganini sezmay qolishadi. Bomba tushgan joyda radiusi 128 metr, chuqurligi 47 metr bo'lgan jarlik hosil qiladi. 800 metr masofadagi odamlar endi bug'lanib yo'q bo'lishmaydi. Ular endi yonib kulga aylanishadi. 2 kilometr masofadagi 90% insonlar to'lqin zarbasidan qurbon bo'lish ehtimoli bor. Lekin bir sutka ichida shu masofadagi 100% odam halok bo'ladi. To'lqin zarbasining tezligi tovush tezligidan baland. 2,5 kilometrda tik turgan odam to'lqinda 260 metrga 400 kilometr tezlikda uchib ketadi. Shu masofada joylashgan barcha binolar vayron bo'ladi. 20% radioaktiv moddalar havoga ko'tariladi, qolgan 80% portlash hududida qoladi. 7 kilometr uzoqlikdagi 90% inshootlar vayron bo'ladi. 20 kilometr masofada yashovchilar ikkinchi darajali kuyishni oladi va yordamga umid qilishmasa ham bo'ladi. Ular bir necha kunda nurlanishdan halok bo'lishadi. Shu masofada turgan odam portlashga qarasa darhol ko'r bo'ladi. Eng qiziq joyiga keldik. Bularning barchasi 1 daqiqa ichida sodir bo'ladi. 50 million mikrorentgen radiatsiya olgan barcha shu kunning o'zida halok bo'lishadi. 6 million mikrorentgen radiatsiya olgan odamlarning 50% bir oy ichida halok bo'lishadi. Bitta bomba kuchi shunchalik bo'lsa, agarda yer yuzidagi barcha bombalar bir vaqtning o'zida portlatilsa, nima bo'ladi? Asosiy muammo shundaki, bunga siyosat aralashgan. Odamlarni vahimaga solmaslik uchun internetga yumshatilgan ma'lumotlar joylanadi. Google'dan ma'lumot qidirsangiz, hatto 50 mingta bombani portlatib yuborsangiz ham hech qanday yomon narsa bo'lmaydi degan fikrlarni topishingiz mumkin. Qurol tarafdorlari shunday tarzda o'zlarining xavfsiz versiyalarini taqdim qilishadi. Tinchlik tarafdorlari esa aksincha, buni qoralashadi. Xo'sh, bu yerda kim haq? Bu yerda haq bo'lgan yagona element bu sog'lom ong. Uni yadroviy qurol sinovlari poligonlari yaqinida yashovchi odamlarning kasalliklari va matematika hisob-kitoblari ham qo'llab-quvvatlaydi. Hirosima va Nagasakida hatto hozirgacha radiatsiya oqibatida bolalar mutatsiya bilan tug'ilishadi. Agarda barcha bombalar bir vaqtda portlatiladigan bo'lsa, tabiatga yetkazilgan zararni hisobga olmagan holatda ham yer yuzidagi barcha odamlarning yarmi yo'q bo'lib ketadi. Yanada aniqroq ma'lumotlarni eshiting. Agarda siz yumshatilgan rasmiy statistik ma'lumotlarga ishonsangiz ham, jangovar kallakilarning o'rtacha kuchi 200 kilotonni tashkil etadi. 1983-yil Indoneziyada insoniyat tarixidagi eng halokatli ofatlardan biri bo'lgan, ya'ni Krakatau vulqoni otilgan. Vulqon otilish kuchi 200 megatonga ega bo'lgan. Aholidan ancha uzoqda otilgan vulqon orolni parchalab tashlagan va 36 metrli tsunamiga sabab bo'lgan. Zarba to'lqini esa yer sharini bir necha marta aylanib o'tgan. Halokatli vulqon shu qadar ko'p changni tabiatga sovg'a qildiki, u yuqoriga ko'tarilib, atmosferadagi oqibatlar butun yer yuzida bir necha yillar davomida ko'rinib turgan. Bombalarning oqibatlari esa yanada kuchliroq bo'ladi. Hozirgi bombalarning 200 kiloton kuchi bor va ularni 15-20 mingga ko'paytiradigan bo'lsak, vulqon kuchidan 15-20 baravar ko'proq energiya hosil bo'ladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hatto 100 ta jangovar kallaklar qo'llaniladigan hududdagi ozon qatlamining yarmi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Xo'sh, ushbu raqamni endi atigi 15 ga ko'paytirib ko'ring. 15 mingni esa tasavvur qilish ham juda dahshatli. Dunyo shunchalik dahshatli girdobga aylanib ketadiki, odamlar buni hatto tasavvur ham qilish olmaydi. Go'yo 50 kilometr diametrli ko'zni qamashtiruvchi portlash to'lqini yaqin atrofdagi barcha narsani soniyalar ichida yo'q qiladi. 3000 gektarlik dahshatli portlash episentrida 250 kilometr radiusda joylashgan hamma narsani yondirib yuboradi.
Bir hafta davomida zarba to'lqini butun dunyo bo'ylab saqlanib qoladi. Portlash ovozining eshitilishi 5000 kilometr bilan cheklanmaydi. Yerning har bir burchagidagi odamga ham seziladi. Siz butun dunyo bo'ylab saraton kasalligining ko'payishiga, shuningdek harorat o'zgarishining guvohiga aylanasiz. Bu ba'zilarga unchalik qo'rqinchli tuyulmasligi mumkin, ammo sayyoramizning o'rtacha harorati 30-40 darajaga pasayishi bizni o'rta asrlarga va dahshatli ocharchilikka olib ketadi. Portlash natijasida sayyora orbitadan chiqib ketmaydi yoki ikkiga bo'linib ketmaydi, lekin odamlar tarakanlardek moslashuvchan emas. Bomba portlashidan omon qolgan odamlarning yarmi ham juda qisqa muddat ichida radiatsiyadan zaharlanib nobud bo'lishadi. Undan keyin qolganlari ham asta-sekin kamayishni boshlaydi, chunki dahshatli kasallik, mutatsiyalar va ochlik davri keladi. Juda ko'p o'simliklar o'smaydi, natijada omon qolgan hayvonlar ham qirila boshlaydi. Tirik qolgan odamlar uchun ham dahshatli ochlik davri boshlanadi. Faqat nurlanishdan o'zini himoya qiladigan o'simliklar qoladi. Ular ko'payish uchun kamida 100 yil kerak bo'ladi. Agar urush boshlansa, bir lahzada 200 dan ortiq raketalar uchadi. Yadroviy bombalarga ega davlatlar barcha qurollarni uchiradi. 30 soniya ichida aholi ogohlantiriladi. Endi asosiy maqsad jonni saqlab qolishdir. Odamlar portlash va radiatsiyadan qochib bunker yoki metrolarni qidira boshlaydi. Yadroviy bombalar 10 daqiqada nishonga borib portlashni boshlaydi. 12 daqiqada episentrda bo'lgan 1,5 milliard inson va barcha tirik mavjudotlar portlash, yong'in va qulashlardan bir lahzada halok bo'ladi. 13 daqiqada shaharlar vayron bo'ladi. 15-daqiqada elektrostansiya va kommunistik stansiyalar ishdan chiqadi. Elektromagnit impulsi barcha elektrotexnikalarni ishdan chiqaradi. 30 daqiqadan keyin portlash oqibatida suyuqliklar bug'lanib radioaktiv qora yomg'ir yog'adi. 10 soatdan keyin radioaktiv yomg'irlar va shamol oqibatida deyarli hamma joyda barcha tiriklikni o'ldiruvchi radiatsiya paydo bo'ladi. 2 kundan keyin radiatsiya darajasi 100 barobarga pasayadi, ammo episentrda, ya'ni portlash joyida yillar davomida saqlanib turadi. 4 kundan keyin konservalangan mahsulotlardan tashqari barcha oziq-ovqatlar radiatsiya tufayli iste'molga yaroqsiz holatga keladi. Barcha ichimlik suvi manbalari yaroqsiz holatga keladi. Faqat chuqur quduqlar va alyuminiy bankalardagi suvlarni ichish mumkin bo'ladi. 2 haftadan keyin radiatsiya miqdori 1000 barobarga pasayadi. 1 oydan keyin radioaktiv kul butun sayyorani qoplab oladi. Havo harorati 30-40 darajaga pastlab qorong'u qish keladi. 2 oydan keyin odamlar yegulik manbalari qisqarishi tufayli ochlikdan qiynalishadi. 5 oydan keyin kosmonavtlarning asosiy yeguligi tugaydi. 40 kun avtonom yashashga yetadigan zaxira yeguligiga o'tishadi. 8 oydan keyin kosmik stansiyalar odamsiz qoladi. Kosmonavtlar yerga qaytishadi yoki o'sha yerda halok bo'lishadi. 10 oydan keyin radiatsiya, ikkinchi darajali urushlar, ochlik va kasalliklar oqibatida portlashdan keyin qolganlarning yarmi ham qirilib ketadi. Hayvonot va o'simlik olami qisqaradi. 1 yildan keyin atmosferaga chiqqan ifloslanishlar ozon qatlamining 40-50% ni yemirib tashlaydi. 2 yildan keyin radiatsiya darajasi 100 ming barobar pasayadi. 5 yildan keyin barcha konservalangan yeguliklar tugaydi. Tirik qolganlar boshqa yegulik manbalarini qidiradi. 10 yildan keyin radiatsiya ta'sirida insonlar, hayvonlar va o'simliklar mutatsiyaga uchraydi. 15 yildan keyin faqat kuchlilar omon qoladi. Yer aholisi minimum qisqaradi. Tirik qolganlar yangi muhitga moslashadi va har xil guruhlar paydo bo'ladi. 25 yildan keyin radiatsiya darajasi 4 million barobarga pasayadi. 28 yildan keyin osmon moviy rangga qaytadi. Harorat normallashib yana hayot uyg'onadi. 30 yildan keyin orbitadagi boshqaruvsiz qolgan sun'iy yo'ldoshlar va kosmik stansiyalar yerga qulab tusha boshlaydi. 32 yildan keyin qolgan ultrabinafsha nuri va radiatsiyaga chidamli o'simliklar ko'kara boshlaydi. 40 yildan keyin yer sayyorasi yashil rangga qaytadi. 50 yildan keyin tirik qolgan hayvonlar asta-sekin ko'paya boshlaydi. 80 yildan keyin esa radiatsiya xavfi bo'lmagan yashash uchun yaroqli joylar kengayadi. 100 yildan keyin esa dunyo xaritasi o'zgarib, yangi davlatlar va tizimlar paydo bo'ladi. Gapni qisqasi, odamlar tosh davridan ham avvalroqqa qaytishlari mumkin. Radiatsiya mutlaq yer yuzidan yo'qolishi uchun 700 million yil kerak bo'ladi. Chunki radioaktiv elementlar eng uzoq umr ko'rish davriga ega. Insoniyat aytadi va qaytadi. Shuning uchun sizga 3-jahon urushi, ya'ni yadroviy urush bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun hamma o'zi uchun bilish kerak bo'lgan narsani bilish kerak. Agarda yadroviy urush boshlansa, oddiy aholi, siz va biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda radio va televizorga quloq soling.
Hozirgi ma'lumotlar sizni esingizdan chiqib qolishi mumkin, lekin televideniyada bu haqida eslatmalar ko'rsatiladi. Kerakli ma'lumotlar berilmasa ko'p kutib o'tirmang. Chunki urish sirenasi chalingandan so'ng 10 daqiqa o'tgach bomba kerakli joyga borib tegadi va 0-soniyadan boshlab xavf boshlanadi. Yon atrofingizda metro stansiyalari bo'lsa, metroga yuguring. Chunki 20 metrdan chuqurroq bo'lgan metro stansiyalarida portlash to'lqini va qattiq yer silkinishidan omon qolish mumkin. Agarda siz 10 daqiqa ichida borishga ulgursangiz albatta. Agarda uzoqda bo'lsangiz, Rossiyadagi eski ko'p qavatli uylarning podvallarida maxsus qazilgan chuqurliklar bor. Omon qolish uchun bu xavfsiz joy hisoblanadi. Agar bunaqa joy ham topa olmay uyingizda qolib ketsangiz, birinchi o'rinda vannaning ichiga tushib oling. Agar vanna qalin quyma temir bo'lsa, radiatsiya ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi. Bino qulaganda ham sizni vayronalardan qutqaradi. Ammo hozirgi zamonaviy akril vanna bilan bo'lsa, bu hiyla ishlamaydi. Agar ishda bo'lsangiz, stol tagiga kiring yoki xonaning eshigi orasini mahkam ushlang. Lekin yer silkinganda sizga zarar yetishi mumkin bo'lgan tig'li narsalardan uzoqroq turing. Loqaydlik qilib oshxona yoki deraza oldida tursangiz, to'lqin zarbasidan oynalar sinib, sizga zarar yetkazishi mumkin. Bunaqa paytda 103 ga qo'ng'iroq qilish kerak yo'q, chunki ularning o'zlari ham hozir tez yordamga muhtoj. Uydan chiqib ketayotganda va berkinishdan avval o'zingizga konserva bonkali ovqat va konserva bonkali suv va yod oling. Tabletka yoki 0,5 suyuqlikdagi yod ham bo'laveradi. Sizda radioaktiv kirlanish bo'lsa, yod hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Agarda ko'chada bo'lsangiz, hech qachon portlash tarafga qaramang, u sizni ko'r qiladi. Zudlik bilan niqoblaning. Aptekadan olasizmi yoki qurilishdanmi, buni farqi yo'q. Agarda niqob topa olmasangiz, oddiygina toza matoni olib, niqob o'rnida ishlating. Bu ma'lumotlar ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin hamma o'zi uchun bilib olsa, ziyon qilmaydi. Agarda video sizga ma'qul kelsa, bizni kuzatishda davom eting. Bundan keyingi videolar nima haqida chiqishini albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Hozir esa siz bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.